Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar va chorva ishqibozlar. Mana bugun xudo xolasa Qozog'iston davlatining Greenford novoslaridan Greenford paroda novoslarimizdan olib kelganmiz. Xudo xolasa sifatlarini o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Narx-navolarni har doimgidek o'ta ham yengil qo'yib berishga harakat qilamiz. Uchalasi ham sog'lom, ikkita yirigrog'i bor nisbatan, bittasi nisbatan pastroq. Xudo xolasa sog'liqlarini mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, qornlari chiqib turibdi. Mana oyoq qo'l yurish turishlari hammasi sog'lom. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, juda ham yengil qo'yib beramiz. Manzilimizni qaytarib o'tamiz. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Oyligiga keladigan bo'lsak, 1 yasharga bora-bormas atrofidagi Qozog'iston paroda novoslarimizdan. Kichkinasi greta bir 6-7 oylik atrofida, mana bu ikkalasi 10 oylik 1 yasharga bora-bormas atrofida. Xudo xolasa kichkina mollar emas, yemga tashlashga tayyor. Xudo xolasa olib borasizlar, xudo xolasa nasib etsa faqat boqasizlar. Kichkina mollar emas. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, mana bu kichkinasini o'zini alohida olaman degan ko'klarimiz yo'q. Hurmatli ko'klar, faqat oxiriga berib yuboriladigan summalarni aytib o'tamiz. Xabarlaringiz bor. Bizda boyaqangi kelishamiz deb klientni aldab chaqirish niyatimiz yo'q. Oxiriga berib yuboriladigan summasi 16 million so'm bo'lsa berib yuboramiz. O'sha kichkinasini oxiriga berib yuboriladigan summasi. Mana bu ikkita kattani 20 milliondan bo'lsa berib yuboramiz. 20 milliondan bo'lsa berib yuboramiz. Uchalasini bir joyda olaman degan ko'kalamizga 19,5 million so'mdan bo'lsa berib yuboriladigan summasi oz-moz xayriga o'tib beriladigan joyi bor. O'sha summadan o'tib beramiz xayriga bu narsa. Lekin aytarli undaqa katta summa o'tib beriladigan joyi yo'q. 19,5 milliondan ozroq xayriga o'tib beramiz. Xudo xolasa sog'lom yebichalar o'tkir novoslarimizdan. Qani haydachi? Dastlabki masalasini xudo xolasa kelishilgan holda qilib berishga harakat qilamiz. Bu tomondan bizga unaqangi muammo joyi yo'q. Harakat qilamiz, kelishamiz dastlabkasini. Kelishda chiroyli qilib gaplashib beramiz. Faqat naqd pulga, nasiyaga savdo yo'q. Faqat naqd pulga, variantga nasiyaga savdo yo'q. Barter ham yo'q. Hurmatli aka-ukalar, mana shu novosimiz eng arzoni boshqa joylarda 19 million atrofida. Mana bu novoslarimiz 25 milliondan kam bor deb borishyapti. Greta bir 23 millionlarga, 24 millionlarga sotishyapti va bizda bunday emas. Xudo xolasa har doimgidek o'sha mesni novoslarni sotamiz har doimgidek. Puli yengil qilib, bularni ham xuddi shunaqangi narx-navoda qo'ydik. Deyarli yengil novo bular jaydarmonlar narx-navosida bo'lyapti. 19,5 milliondan hozirroq xayriga o'tib beramiz deyapmiz. Jaydarmol narxi. Mana yiriklashtirib olingani yo'q. Maksimal darajada olyapmiz ana. Nomerlarimiz 99 490 33 44. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar va chorva ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa Sirdaryo viloyati Yangiyer shahridan navbatdagi yangi partiyadagi novoslarimizdan, kechagi eski partiyadagi novoslarimizdan xudo xolasa qolmagan, hammasi svejiy yangi partiyadagi novoslarimizdan. Sifatlarini o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Narx-navolarni o'ta ham yengil qo'yib beramiz. Mana shunaqangi hozir narx-navolar ko'tarilib qoldi. Lekin shundan ham xudo xolasa yo'lda qilib qo'yib berishga harakat qilamiz nasib qilsa. Manzilimizni qaytarib o'tamiz. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, narx-navolari son 12 bosh. Hammasini bir joyda olaman degan ko'kalamizga ham yo'lda qilib qo'yib beramiz. 12 boshning ichidan eng arzon narx-navosiga 13 million 200 ming so'm narx-navo qo'yamiz. 13 million 200 ming so'm, chunki kichkina mollar emas. Ichida tish buzganlari ham, tish buzmaganlari ham bor. Xudo xolasa 1 yasharlik atrofidagi novoslarimizdan yemga tashlashga tayyor. Xudo xolasa kelasizlar. Nasib qilsa xudo xolasa olib borib bemalol yemga tashlashga tayyor. Etlari ham xudo xolasa hammasi yaxshi. Yaltirab tulab turibdi. Ichida bironta tulamagani yo'q. Aybi bor, nuqsoni bor yo'q. Eng past narx-navosi 13 million 200, eng baland narx-navosi bir dona bor, u ham. Mana shu navosimizga 14 million 300 ming so'm qo'yamiz. Oxirgi narx-navosi shu shved novosimiz. Kichkina mol emas, adashmasam tish buzgan. Bo'ylari ham yaxshigina, balandgina. Yemga tashlashga tayyor, xudo xolasa. Olgan akalarimiz nasib qilsa baraka topadik. Yirik mol. Qolganlarini 14 million so'm qo'yamiz.
14 million 300 ming so'm o'sha eng balandi. Qolganlari 14 million so'mdan bu yog'i 13 million 200 ming so'mgacha. Hammasini bir joyda olaman degan ko'kalamizga 13 million 650 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa, bir joyga bo'lsa ketaveradi. Hurmatli aka-ukalar, aytilayotgan narx-navolar, berib yuboriladigan summalari bir xillarga o'xshab kelinglar, kelishamiz deb chalg'itib, aldab chaqirib olib, keyin narx-navosini oshirish emas. Realni berib yuboriladigan summalarni aytyapmiz. Shunga qarab aloqaga chiqsalar yaxshiroq bo'ladi. Telefon qilib, yo'q yerdagi narx-navolarda aytganlaringiz foydasi yo'q. Bizni ham o'zlaringiz ham vaqtimizni olgan bo'lasizlar. Kichkina mol emas. Mana shu shvedlarimiz orqa oldi kelishgan, sifatlari ham xudo xolasa puliga yarasha novoshlarimizdan. Bir joyga vobshe zo'r narx-navo bo'ldi. 13 million 650 ming so'mdan yemga tashlashga tayyor, kichkina mollar emas. Nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Faqat naqd pulga, nasiyaga, variantga savdo yo'q. Faqat naqd pulga ishlaymiz. Xudo xolasa, hammasi sifatlari o'tkir. Mana shved novoslarimiz 20 million so'm sotishyapti-da. Mana bizdan olib ketib ham sotishyapti. Iloji boricha savdogar akalarimiz telefon qilinglar, ishimiz tezroq bitadi. Xudo xolasa hammasini ustida olib borib sotsalaringiz, haqlaringizni chiqarib olsangiz bo'ladi. Chunki savdogar akalar bilan ish tezroq bitadi. Sababi narx-navoni juda yaxshi tushunadi ular. Bo'lmasa yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli aka-ukalar, manzilda qaytarib o'tamiz. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Nomerlarimiz 99 490 33 44. Aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa. Qo'yilgan narx-navolar oxirgi summalari, undan kamiga deyarli ishimiz bitmaydi. Shunga qarab aloqaga chiqaverasizlar. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli aka-ukalar va chorva ishqibozlari, mana bugun xudo xolasa Sirdaryo viloyati Yangiyer shahridan xudo xolasa navbatdagi yangi partiyadagi g'onajilarimizdan kelgan. Hammasi yangi partiyadagi, eski partiyadan bir dona ham qolmagan. Soni 21 bosh qisir g'onajilarimizdan. Xudo xolasa hammasi qisir, yemga boqishga tayyor. Kimgadir ma'qul bo'ladigan bo'lsa, nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimiz 99 490 33 44. Hozir bir qator narx-navolar bilan tanishtiramiz. Mana hurmatli aka-ukalar, narx-navolarga keladigan bo'lsak, bularning ichida eng past narx-navosiga 9 million 700 ming so'm narx-navo qo'yamiz. 9 million 700 ming so'm eng oxirgi narx-navosi. Ichidan bir dona ajratib bera olamiz. Eng baland narx-navosiga 12 million so'm narx-navo qo'yamiz. Eng baland narx-navosiga. Uni ham oxiriga berib yuboriladigan summasi 12 million so'm. Ichidan bir 10 ta olaman degan aka-ukalarimizga 12 million so'mdan qilib beramiz. Ichida mana bunaqangi juda ham oyoq qo'l uzun sifatlardan bor. Eng baland narx-navosi endi hozir 12,5 13 qo'ysak bo'lmaydi. Shuning uchun ichidan bir 10 ta tanlab olaman degan aka-ukalarimizga 12 million so'mdan mana shu 21 bosh g'onajimiz bor. Hammasini ichidan yoqqanini tanlab olishadi. Xudo xolasa hammasi sog'lom, birortasini biror joyda nuqsoni, aybi yo'q. Soni 21 bosh. Naqdga ishlaymiz faqat. Nasiyaga, variantga savdo yo'q. Hammasini bir joyga olaman degan aka-ukalarimizga soni 21 bosh. Bir joyga bo'ladigan bo'lsa 11 million 900 ming so'mdan, 10 million 900 ming so'mdan bo'lsa berib yuboramiz. 10 million 900 ming so'mdan. Bir joyga bo'lsa, hurmatli aka-ukalar, qo'yilayotgan narx-navolar deyarli oxirgi narx-navolari. Shunga qarab aloqaga chiqsangiz yaxshiroq. Telefon qilib, to'g'rog'i yo'q yerdagi narx-navolar aytganlaringiz foydasi yo'q. Bekor o'zlaringiz ham, bizni ham vaqtimizni olgan bo'lasizlar. Eng oxirgi narx-navosi 9 million 700, eng baland narx-navosi bitta ikkita olgan aka-ukalarimiz bilan kelishamiz. 10 ta oladigan bo'lsa 12 million so'm narx-navo qo'yamiz. 12 million so'm. 10 million 900 ming so'mdan bir joyga bo'lsa 21 bosh berib yuboramiz xudo xolasa. Bir yasharlik atrofidagi g'onajilarimizdan. Sifatlari o'ta ham kuchli xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa. Dastavkalarni kelishilgan holda qilib beramiz. Hammasi bir joyga bo'lsa. Ichidan ajratib tanlab olaman degan aka-ukalarimizga dastavkasi alohida summa bo'ladi. Yengilroq gaplashib beramiz. U tomondan deyarli muammo yo'q. Hammasi sog'lom.